uyqudan 2-3 soat oldin ovqat yeyish tavsiya bermaydi o'zi. To'q qoringa ovqat yeb uxlaydigan bo'lsang, ayniqsa uglevodlarni, bu tanangizdagi tushgan uglevodlarni, deylik, glyukozani parchalashi, uni to'g'irlab, uni tartibga solib yo'qotish uchun organizm tanada uyqu vaqtida ishlab chiqarishga bo'lgan o'sish gormonini bloklab qo'yadi. Natijada asosiy fokus o'sish gormoni hujayralarning tanani o'sishiga javob beradigan o'sish gormoni ishlab chiqarishiga emas, fokus boshqa narsaga, ya'ni siz iste'mol qilgan glyukozani parchalashga ketib qoladi. Natijada proses buzildi, gormonal fon buzilyapti. O'sish gormoni ishlab chiqarilmayapti, bloklanyapti. U gormonning ostida ishlab chiqariladigan gormonlar, testosteron yoki boshqa gormonlar pasaya boshlaydi. Chunki o'sish gormoni, gormon rosti faqat siz uxlagan vaqtda ishlab chiqarila boshlaydi. Agar qorni to'q va semiz insonlarda bu gormon doim past bo'ladi. Chunki ular doimo ovqat yeyish bilan ovora bo'lgani uchun uyqudan oldin ham yoki ovqat yeb ham yotishadi uxlagan.